Hürmetli vatandaşlarımızın devamını anlayışız. Filippis bari mındak görsetti. Bazar bayqidi ki, Amerika bilen Cungu oturusudaki sürküleş intayın kattık, belki pat arada 101'di. Dikkat vatandaş. Filippis bari mındak görsetti. Bazar bayqidi ki, Amerika bilen Cungu oturusudaki sürküleş intayın kattık, belki pat arada 101'di. Bırak, Cungu qanda qılıdı. Bunun qaraş gerek. Ular islahatını tezletiş gerek. Yani Cunguluklar islahatını tezletiş gerek. Çünkü Xi Jinping bunun 5 yıl burun. Dikkat vatandaşım. Çünkü Xi Jinping bunun 5 yıl burun. İslahatçı efendi buluşqa vədi bəgən. Şanghay erkin soğudur ayını. Sual belgesi. Devlet karxanalarını ıslah qilish. Sual belgesi. Qo'shimcha pul qo'shib berish. Sual belgisi. Her xil savdo qo'rg'onlarini bekor qilish. Sual belgisi. Qatorliqlarga va'da bergan. Bugun Xi Jinping bularni bu va'dalarni unutib qoldimi qandaq? Bu va'dalarni ishga oshirmadi. Diqqat etingiz. Mushu qatim o'tkazilgan Osiyo demokratiyasi suhbat yig'inida Hadisun Tadqiqat Instituti Cungu Strategik Tadqiqat Merkezi'nin müdiri Filippis bari yana bundaq bir masalani tilga oldi. 2002 yildan 2012 yilgacha 10 yil mezgilida Amerikada davlatga bosh to'laydigan Amerika xalqi Xalqaro taraqqiyot organi, Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasi va boshqa organ apparatlar orqali Cunguda demokratik türlerini ishga oshirish uchun $300 milyon ortiq pul xarjlandi. 2002 yildan 2010 yilgacha Cunguda demokratiyani ishga oshirish uchun $300 milyon ortiq pul xarjlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining nurg'unlagan bo'lim tarmoqlari Beijingga odam avatib turg'izib, ba'zida Amerika Cungu o'rtasida sürkülüş yüz bergendimi, lekin Amerika Cungu münasebetinde yanıla hemkarlaşış üstün orunda durup kelgen idi. Philips bari yanımında görsetdi. Men Xalqaro taraqqiyot organının tadqiqot turlariga qatnashqim yassari bo'lgan edim. Men bu organning bir qism tarixiy arxivlarini ko'rgan edim. Onun içinde kısmen materyallar Amerika'nın 60. yıllarda Kore ve Tayvan'da erken pazar iktisadını ve siyasi cihette demokrat yerleştirişini yolga koygan 19 tedbir var idi. Bunun içinde bir tedbir şu vaktki Amerika hükümeti içindeki islahatçılar ekiminin hem de kanunlu kaldı öktüçülerinin təsirini azaytqanlığı görüstülgən. Şu vaxtki Amerika hükümeti oxşaş usul boyunca Cunguda demokrat yerleştirişini yolga koyuşunu oylagan. Demek bu 20. əsrinin 60. yıllarda gap ekan dostum. Şu vaxtda Amerika Qo'shma Shtatlari Cunguda demokrat yerleştirişini yolga koyuşunu oylagan şu paytda 60. yıllarda avval Cungu Rusya bilen Sobiq Sovetlar İttifaqı hükümeti bilen yirikleşti. Onun kayınlığı şundaq sebepler tüpeyli Beijing'de elke atalmış medeniyet zor inqilabı başlandı. Belki muşu iki qatımlıq hareket Amerika Qo'shma Shtatlarının şu 60. yıllardılar Cunguni demokratiyaga yetaklash siyasetlariga to'sqinlik paydo qilgan bo'lishi kerak. Bu materiallarda Prezident Kennedy, sobiq Prezident Johnson hamda Aqsaray bexatarlik komiteti amaldorlarining cho'nqur aralashganligini, hozirgacha bu sirlarning ochilmaganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Demak, 20. asrning 60. yillarida Amerika şu vaqtlar şu siyasetin amalga oshib, demokratiya şu vaqtlar boshlangan bo'lsa, balki Uyg'urlar o'zining taqdirini o'zi belgilash huquqiga erishgan bo'lsa,
Bəzi müşkende misafir olup yürmegen bular ekendik Amerika koşmuşlardı. Hillipis bari mundaq hesapladı. Növbette Amerika Cungo'da demokratiyani ilgiri sürüşni qaytadan oylash kerak. Hillipis bari mundaq hesapladı. Növbette Amerika Cungo'da demokratiyani ilgiri sürüşni qaytadan oylash kerak. Çünkü bir demokratik Cungo Amerika'nın menfaatiga uygun. Hillipis bari bir misal keltirip, yani mundaq ko'rsatdi. Tamam hürmetli vatandaşım. Cungo özüce allaqachon demokratiyalashdim deb o'ylaydi. Balki butun dunyoda zulm besim salg'uvchi g'arbchi demokratiyani to'sib qilishni o'zining mas'uliyati deb qaraydi. Bugungi kunda g'arb dunyosi Jungoni demokratiyalashtirmoqchi hozir Hillipis bari shunday dedi-ku. Endi Jungo o'zining demokratiyasi bo'yicha g'arb dunyosini demokratiyalashtirmoqchi. Şemayyadan başlanıptı qandaq? Şunlaşqa Jungo Afrika qit'asida mablag' selish va bexatarlik qismlari avatish orqali qabiy mustabidlarni qo'llab kelyotdi. Afrikaga ham dollar mablag' selyotdi. Shu orqali shu davlatlarda, Afrikadagi shu davlatlarda mustabid tuzumni, mustabid amaldorlarni, mustabid ijtimoiylashgan yoki siyosiylashgan moshundaq bir jamiyatni qo'llab ham dollar ham askariy kuch avatyotdi. Jungo nayt ko'p pul xarjlab mush ishni qilyotdi. Masalan, Jungoning bir yo'l, bir balbog' siyosati tanqidga uchradi. Jungoning pul qarz berishida har qanday bir o'lcham yo'q deb hisoblandi. Hillipis bari mundaq ko'rsatdi. Jungoning demokratiyaga bo'lgan ta'biri bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining g'arbcha demokratiyasining ma'nosi tubdan o'xshamaydi. Ular g'arb demokratiyasi cho'ng shirkatlar va moliya guruhlari hammani kontrol qiladigan demokratiya deb hisoblaydi. Jungoliklar ham shunday tanqid qildi. Amerikacha demokratiya, g'arb dunyosi demokratiya bu cho'ng shirkatlar va yoki moliya guruhlarining demokratiyasi deydi. Jungo g'arb demokratiya yo'lga mangmamdu. Degan masalaga kelsak, Hadisin tadqiqot markazining yuqori darajali tadqiqotchisi Arthur Sherman Amerika ovoziga mundaq ko'rsatdi. Huquqdor bo'lib turgan Jungo rahbarlari amine o'z xalqiga g'arbcha demokratiya Jungoga moslashmaydi deb tushundirdi. Jungo azaldan demokratik davlat, balki Jungoning demokratiyasi g'arbcha va Tayvancha demokratiyadan yaxshi, albatta ko'p yaxshi deb tushundirdi. Bir necha yuz asr ustun deb tushundirdi. Demak, bundoq so'zlar orqali Jungo fuqarolarni aldaydi. Chunki ular so'zlab yurgan demokratiya jamiyatda muqimlikni, asayishlikni hargiz ishga oshira olmaydi. Jungo hukumati shuni to'liq tushunib olish kerakki, cho'qim bir kunlarda demokratiyali bo'ladi ekan, Jungo hukumatining bugungi ahvolini qutqizib qola oladi. Demokratiya bo'lmaydi ekan, Jungoni qutqizadigan hech qanday kuch yo'qdir. Bunday ahvol ostida rahbarlar demokratiyani tahdid deb qaray olmaydi. Balki ularni qutqizib qolg'uchi bir kuch ekanligini e'tirof qiladi va shunday qaraydigan kunlar yetib keladi.